Assalomu alaykum do'stlar. Shunaqa bitta zo'r korobka ko'rsataymi sizlarga. Birinchi domni ko'ringlar, domni qanaqa zo'r domni. Operator, bu tomon yangi aeroport, bu tomon yangi O'zbekiston. Bir qadam yangi O'zbekistonga yetib borib, qolganini yuringlar ko'rsataman. Do'stlar, dvorni qaranglar, dvorni. Bolalaringiz bilan shunaqa joyda o'tirib dam olib, shunaqa joyda yashashga nima yetsin? Dvorni qaranglar, dvor chiroyligini qaranglar. Shuni ikkinchi etajida, tepa etaj emas, liftlari bor, hammasi bor. Bunaqa qayerda topasizlar bunaqa uylarni? Assalomu alaykum. Qani kiringlar. Men sizlarga hozir zo'r 65 kvadrat metrli korobka uyni ko'rsataman. Bu kuxnya, balkonni qarang, balkoni bor. Operator keling, operator. Zol, hol, katta zo'r qilingan. Qani keling operator. San o'zim. Bu yerda spalniy. O'shaning uchun shunaqa zo'r qurilgan, hamma g'ishtli. Do'stlar, hamma ma'lumotni pastdagi opisiyaga yozib qoldiraman, narxlarini. Bu enerji qurgan. Bu yerda shunaqa zo'r dizaynerskiy remont qilsangiz, mazza qilib yashab, bu tomonda O'zbekiston bir qadam parki. Bu yerda aeroport yangi qurilgan. Qo'shimcha ma'lumotlarni pastga yozib qoldiraman. Telefon qilinglar.